Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kalkıp başka işlerimizi hayırlı kılın. Neticeyi kutuna Allah kılın. Amin. Ezellerin daima işlerimi bir takdirlerin berekesini verip takdirlerin fazla yaş günleri hayırlı sahibi işlerimizi edeyim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban-nar. Bir rahmetinle. Allahu ekber. Hayırlı olsun. Hadiye marafonumuzdan 200 dolarlık brend do'kondan brend brasletimizni bular g'olibi bo'ldilar. Shuni bergani yangi do'konimizda Uchtepa tumanida joylashgan, shaharda joylashgan do'konimiz ochilish marosimi bilan bularga berishlikni nima qildik. Har doimgi maqsadimiz xaridorlarimiz kayfiyatini ko'tarish, xursand qilish va duosini olish. Mana sizga bizning do'konimizdan esdalik. Rahmat. O'zingiz o'tsangiz aytsangiz, odamlar yolg'on deb o'ylaydi bir xil narsani. Haqqoniy ekan, o'yligisi. Assalomu alaykum. Hurmatli xaridorlar. Men shu parfum do'konini doimiy mijoziman. Mart oyida kelib 200 ming so'mga mahsulot xarid qilgan edim. O'zim kutmagan joydan shu braslet g'olibi bo'ldim. Rahmat, kattakon ishingizga rivoj, omadinglarni bersin. Yana shunaqa katta do'konlar ochish nasib qilsin. Rahmat, xursandman. Ochilishini, savdolar to'xtamasdan kecha-yu kunduz bo'lishini biz tilab qolamiz. Bravo Ben ijodiy jamoasi nomidan mana shu do'konimiz egalariga mana shu ochilish marosimida so'ngga qadar o'tirganlarga 10 ta qimmatbaho sovg'alar bor ekan. Mana shu do'kon egalari ma'muriyat bizga hozir e'lon qilishdi. Agar ketib qolishmasa 10 ta insonga qimmatbaho, balki arzimasin lekin qimmatbaho sovg'alar bor deyish uchun bizni hal berib tark etmaysiz. Bemalol do'kon ichkarisiga kirib aylanib o'zingizga kerakli mahsulotlarni bugun arzon narxda chegirmalar bor sotib olishingiz, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Yaqin atrofda turadigan bo'lsangiz do'stlarni, qarindosh urug'larni o'zingizga yaqin olgan insonlarni chaqirib mana shu mahsulotlarni ularga ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa qo'shiqlar bilan davom etamiz. Yarim oqshom xayrli bo'lsin deysizlar. Aziz yurtdoshlar va mashina boshqarayotgan yurtdoshlarimizga ham agar imkoni bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa to'xtab o'tishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu nuqtada poytaxtimizda Perfume World do'koni qad rostladi va ochildi. Bu do'kon va do'kon egalari 21 yildan buyon mana shu faoliyatni yuritib kelishadi. Eng ishonchli joy, butun dunyodan mana shu mahsulotlar eng birinchi bo'lib mana shu insonlarga do'konga keladi. Eng asosiy do'konlar O'rikzor bozori, birinchi pavilyon 120-do'konda bundan ham keng assortimentda mahsulotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan do'koningiz aynan ikkinchi filial va bu yil maqsad qo'yishgan oldilariga yana 11 ta mana shu do'konlarni filialni ochamiz, yurtdoshlarimizga xizmat qilamiz deya biz ham ichkariga kirib narx-navolar bilan tanishib chiqdik. Juda ham arzon, hamyonbop va
o'sha xalqona tilda aytganda pulingiz o'zingiz bilan qaytadi. Ayollarimizga kerak bo'ladigan, umuman ro'zg'or ishlarida, oila ishlarida kerak bo'ladigan mahsulotlar, shampunlar, gellar, oshxona gellari va hokazo mahsulotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Agarda mana shu yaqin atrofda yaqinlaringiz, do'stlaringiz turadigan bo'lsa, ularni xabari bo'lmasa, hoziroq chaqiring. Do'konimiz hali uzoq vaqt faoliyat yuritadi. Bemalol bugungi chegirmalardan foydalanib, mahsulotlarni xarid qilishlari mumkin bo'ladi. 21:00 ga ozgina qoldi, qadrli mehmonlarimiz, yurtdoshlarimiz. Sizlarni ajoyib sovg'alar, o'yinlar kutmoqda. Shunday ekan, bizni hali beri tark etmaysiz degan niyatdamiz. Davom etamiz. narsa da var ya. Dua qiling. Shunday o'raysiz mana katta o'g'lim kev, sarxulloh. Baraka bersin, mana yaxshi,